Merhaba, qandaysiz? Yaxshi, qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz qanday? Siz yaxshi rahmat. Ha, buna ham uyga o'xshabdir, ha? Qatnaqay bo'lib, remont soni bo'lib, qanday bo'lib? Iylagan oyoq qana? Qanday? Qanday, yaxshimi? Qanday yaxshi? Iylagan oyoq siz bilangiz? Qanday, yaxshimi? Desa yaxshimi? Qanday, yaxshimi? Desa yaxshimi? Qandaysiz? Uy qulluq bo'lsin. Son bo'lib qoldimi? Ha, bunaga Xudo xohlasa aytdim, yordam beramiz. Son bo'ladi dedik. Ya. Zo'r xursand. Berki qiz yashayotadi, yaxshimi? Yashayapti, ular namoz o'qib sizga duo qilishyapti hamma. Ha, rahmat, Alloh razı olsun. Berki o'rqichan bolangiz qana? Mana ko'rishdingmi? Qanday, yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi, Allohga Kuyovalar ketib, kichkina ko'ngil ochilib qoldimi? yaxshi bo'lib qoldi. Sen bu kuyovalarni ko'ngli o'rayotgan ekansan, ha? Молодец. Va, bunaqa shikarni bo'libdir. O'tadi, bular uyga ham o'xshashibdir. Zo'r. Ha. Sizni uningiz bilan bo'lyapti bu ishlar. Tak, endi men o'zim belegim topshirib qo'yayin, ha? O'zidan to'g'ri katta yigit. Ay, bunaqa. Bu bo'lsa mana hali bo'lgan. Дух камерный. Janubdagi umri uzun bo'lsin. Так, aya. Rahmat. Buna sizga bo'lingan ақша bizde o'zda merdan rezervinde fond bo'ladi. O'sha fonddan ақшаны böldürtdüm sizga. Kecha o'tganda kelib qiynalib yashab, ayvay qiynalgan ekansiz. O'shaga o'zim rezerv fonddan ақша böldürtdüm. Bu bir. Buna холодильник men o'zimdan jeke sevimden. Sizga novosельяga belek bo'lsin. Ma'qul va ya? Sağ ol. Dua qilib bering. Umringiz uzarga bo'lib bo'lsin. Avvalambor Alloh mana sababchi bo'lib shukrlarda chiroyli kunlarda ikki martadan mana uchrashdik siz bilan. Amin. Prezidentimiz Sadir Japarovga ham rahmat, ilohim boshlashdan bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Amin. Siz ham tinch bo'ling, tan joylaringiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga doim bosh bo'lib yuring, mana o'sha xalqimizga bosh bo'lib yuring, ilohim doim shunday bo'ling, sizda qalat ko'payaversin. Tan joylaringiz sog' bo'lsin, ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin ekan. Mana shunchalik qilib pul berdingiz mana shu uylarimni chiroyli qilib berdingiz mana. Rahmat. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Qilgan ehsonlaringiz, qilganlaringiz Allohdan ko'payib, mo'l-mo'llab, ko'l-ko'llab qaytsin o'zingizga. Tan joylaringiz sog' bo'lsin, ilohim. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Xursandman men rosa ko'ryapman. Rahmat acaba. Gel oturlar baldar, gel. Keling, Murod Bey, Acaba siz bu yoqqa to'rga o'tmadingizda? O'sha Hindistonimizda yillab yashnayotgan prezidentimiz bo'lmish Sadir Japarovga, Qamchilik Tashiyevga ularga ko'pdan ko'p rahmatlar aytamiz. Ularni umidlariga, rizqlariga baraka bersin, tan joylari sog' bo'lsin. Qilayotgan tashqi siyosati, ichki siyosatlarini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Xalqimizni farovonligini oshirishda qilayotgan mehnatlarni Alloh taolo ziyoda qilsin. Amin. Bularni bola-chaqalar bilan, o'lib-o'lib, uy-bolalar bilan sog'-salomat qilishini Allohdan so'raymiz. Hamisha o'zimizga mana shu Qirg'izistonimizni oxirgacha kunlab yashatish uchun mehnat qilishini, ham ularga hamisha kuch-quvvat, madadkor bo'lishni Alloh taolodan so'raymiz. Amin. Hamisha qo'llab-quvvatlasin. Biz xalqlar ham, biz Qirg'iziston eli ham ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Baraka siyosatini olmaymiz. Hurmatli prezidentimiz Sadirbek Nurbo'zayevichga keyin tan joylari sog' bo'lsin, yuragi uzoq bo'lsin. Keyin generalimiz Tashiyev Qamchilik Tashiyevga ilohim tan joylari sog' bo'lsin, odamga ham xudoyim kuch-quvvat bersin. Dunyo turguncha tursin, ilohim. Keyin berimiz mana o'shimizga mehriman Janishbek ukam kabinetini aytolmay qolmaysin, nasib qiladi. Tan joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukur. Ilohim boshinglar toshdan bo'lsin. Charchamanglar mana hozir o'shimiz juda ham chiroyli bo'lib ketdi. Rahmat sizlarga. Hamisha o'shimiz Qirg'izistonimiz gullab yashnaversin.
Tancanlar sağ olsun ilahım. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Baptır. Yaxşıdan şokun. Bizga mana Qulluq bo'lsin. Qo'ng'onlarimizni hokim nimasi mana nachalnigi shu bola mana Murodjon rahmat shu bolaga Hasanboyga Murodjonimiz mana har doim shu yerda ertamanda kechga shu yerda yurdi. Shunday uylarini chiroyli qilishib berdi mana rahmat shu bolalarga ham tanjonlari sog' bo'lsin.